Magazindan sirok olib kelsam, bezatkaz yeydigan bolalarim tvorog olib kelsam, yeyishmaydi nimagadir. Magazin siroklardan ancha mazali, mayin, ishonchli, tayyorlanishi ham oson. Uyda sirok tayyorlaymiz. Qani ketdik. Bismillah deb tvorogga xona haroratidagi sariyog', shakar, upasi, xohishga qarab kokos solib aralashtiramiz. Ha, aytgancha vanilin solish esdan chiqmasin. Endi tayyorlab olgan massamizdan batonchiklar yasab olamiz va morozilkaga 1-2 soatga yuboramiz. 1-2 soatdan keyin morozilkadan olib, bir tomoniga cho'p tiqib, eritib olgan shokoladimizga botirib chiqamiz. Ustini xohishga qarab bezatib olamiz. Sirok retseptini sirokni yaxshi ko'radigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ajoyib, mazali, asosiysi ishonchli siroklarimiz ham tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqsa yurakchan bosib, profilimga obuna bo'ling.